O'zimda ayam shundan o'tganda problemam aytay boshimda. Lekin yuraklarim har zamonda sanchiydi, og'riqni bilmayman yurak. Revmatizm shunaqada. Oqshom qo'llarim bijirlab og'riydi-da. Mana bunaqaki men kofta kiysam, mana bu yoqda o'tarku, shunday og'rib kelaveradi shunaqasi. Boshimda og'riq qo'ymay boshga. Qayerda og'riyapti boshingizda? Mana shu ikkitadan shu. Baxt boshqa joyimiz shu ko'proq problemam aytay boshimda. Ko'proq qo'ymayapti-da bir oylardan beri. Davolandingizmi? Men nega payiga keluvdim, shohruxmi degan bor ekan. Dori yozib beruvdi, oldim, lekin foydasini ko'rmadim. Effekt bo'lmadimi? Yo'q. Qo'llarda urush bo'lyapti. Ha, gilparin beruvdi, hozir pichi ana bo'ldi. Qulog'ingizda shovqin bo'lyapti. Ha, g'ing'illab, hozir mana shovqinga shu hozir dalilim chiqdimi dedi. Ertalab turganingizda qo'llar qotyaptimi? Yo'q, qotmaydi-da, bijirlab. Bir nima supuraman, uyda supursam ham qotib qoladi-da, xuddi tomir tortgandek bo'lib qoladi. Ishyaptimi? Ishsa kerak, ha, ishadi. Qani ertalab turganingizda bijillab qotgandek bo'ladi, harakat qilasiz, ochib ketadi. Ha, keyin bunday bir nimani bitib ushlamayman. Shunday mana shunaqasiga o'raydi. Men ne bo'lar ekan, ha? Men boshida davolanganimda revmatizmni shunaqa deb. Revmatizm Devdi. Bundan bir yil oldinda o'zimda ayam shundan o'tganda, o'zim urug' so'radiydi-ku. O'zim ayam 10 yil bo'lyapti shu revmatizm bo'yicha. qotib qolgandi qo'llar. Ha, beldan buyog'iga ishlamay qoluvdi-da. Yurakka ber ekan-ku. Lekin yuraklarim har zamonda sanchiydi, og'riqni bilmayman yurak. Revmatizm shunaqada, indamay qiladi. Ko'proq problemam boshim. Bellarim ham og'riyapti, endi ko'proq boshimda, shu boshimga bering. Nima ish qilasiz? Hech ish qilmayman. Uy bekasimisiz? Chaqalog'im bor. Chaqaloqni ezmaysizmi? Yo'q. 2 yosh bo'lgan. Davodan olish sharoit bormi? Ha, bor. VIP sharoit? Yo'q, endi vippas. Endi yaqinda ko'chib chiqqanmiz-da. Yangi oila. Nechinchi yilsiz? 93. Chiroyli bitta lechini qilib beraman, qanasi bitta yaxshi bitasiz. Maylimi?